Assalomu alaykum, hurmatli aziz 3-sinf o'quvchilari. Bugun sizlar bilan 11-mavzu gapda so'zlarning bog'lanishi haqida suhbat olib boramiz. 40-mashq. Matnni o'qing. Tulki hidni tez sezadi. U qishda sichqon ovlaydi. Tulki bahorda yoki yozning boshida bolalaydi. Bolalari 4 oylik bo'lganda mustaqil bo'ladi. Gaplarni ko'chiring. Undagi bosh bo'laklarning tagiga chizing. Ega va kesimga savol bering. Ushbu bo'laklardagi bog'lanib kelayotgan so'zlarni namunadagidek yozing. Yozganlaringizni tekshiring. Mana bu joyda namuna ko'rsatib qo'yibdi. Ya'ni birinchi gapimiz tulki hidni tez sezadi. Bu yerda tulki egasi nima so'rog'iga javob bo'ladi. Nima sezadi? Hidni sezadi. Qanday sezadi? Tez sezadi. Mana shunday qilib bu matndagi gaplarni namunadagidek qilib albatta ularni ko'chirib yozing. Mana o'sha 40-mashqning 3-gapini sizga xuddi namunadagidek qilib uni ham savol berib sizga yozib ko'rsataman. Tulki bahorda yoki yozning boshida bolalaydi. Nima? Tulki qachon bolalaydi? Bahorda, yoz boshida. Nima qiladi? Bolalaydi. Mana shunday qilib biz gapni savollar berib, uning bosh bo'lak va ikkinchi darajali bo'laklarini aniqlaymiz. Savollar orqali bilib oldikki, gaplar mana shunday qilib so'zlar bir-biriga bog'lanadi. Mana bu joyda qoida turibdi. Gapda so'zlar mazmunan o'zaro bog'lanadi. Gapda so'zlarning bog'lanishi va vazifasi savollar yordamida aniqlanadi. Mana biz hozir mashqda ikkita gapni savollar orqali biz ularning bog'lanishini aniqladik. 45-mashq. Uyga vazifa. Savollar o'rniga javob so'zlarni qo'yib, gaplarni yozing. Qanday shamol yaproqlarni tebratdi? Men kecha qayerga bordim? Bolalar uyning derazasidan nimani kuzatishardi? Mehnat darsida bolalar nimadan uychalar yasadilar? Siz mana bu joyda foydalanish uchun so'zlarni albatta o'z joyiga qo'yib, mashqni to'ldirib yozing. Sizga 3ta gapni yozib yordam beraman. Kuchli shamol yaproqlarni tebratdi. Men kecha kutubxonaga bordim. Bolalar uyning derazasidan yomg'irni kuzatishardi. 4-gapni esa o'zingiz topib albatta yozib qo'ying. Mana hurmatli o'quvchilar, bugun 11-mavzu gapda so'zlarning bog'lanishi haqida sizlar bilan suhbat olib bordik. Albatta gapda so'zlarning bog'lanishini bizlar savollar orqali bilib olamiz. Assalomu alaykum. 3-sinf ona tilidan 7-mavzu gapning 2-darajali bo'laklari. Gapning 2-darajali bo'laklarini bizlar 23-mashq orqali sizga tushuncha beraman. Berilgan gaplarni o'qing. Gapdagi bosh bo'laklarni va ularning mazmunini to'ldirib kelayotgan so'zlarni aniqlab ko'chiring. Madina 3-sinfda o'qiydi. Bu yerda bosh bo'lak Madina, egasi o'qiydi kesimi. Kim? Madina nima qiladi? O'qiydi. 3-sinfda bu 2-darajali bo'lak, ya'ni gapni to'ldirib keladi. Nevarasini yetaklab Hojiya buvi kelib qoldi. Kimni yetaklab? Nevarasini. Bu bosh bo'lak nevara. Kimni yetaklab nima qilib? Bular ega kesim. Hojiya buvi kelib qoldi. Kim keldi? Hojiya buvi. Bu joyda Hojiya buvi kelib qoldi. Bu ham gapning bosh bo'laklari. Bir kuni Hakima xola ko'chasini supurayotgan edi. Kim? Hakima xola.
nima qilayotgan edi? Supurayotgan edi. Bu joyda xola ko'chasini bu gapni to'ldirib kelyapti. Ya'ni ikkinchi darajali bo'lak. Mana bu joyda qoida turibdi. Qoidani yod oling. Yosh sportchilar musobaqada puxta tayyorlandilar. Yosh sportchilar musobaqaga puxta tayyorlandilar. Bosh bo'lak kimlar? Sportchilar. Bu ega. Nima qildilar? Tayyorlandilar. Bu kesim. Ikkinchi darajali bo'laklar. Qanday sportchilar? Yosh sportchilar. Nimaga tayyorlandilar? Musobaqaga tayyorlandilar. Qanday tayyorlandilar? Puxta tayyorlandilar. Gapning asosiy mazmunini bosh bo'laklar orqali aniqlaymiz. Gapdagi fikr yanada to'g'riroq bo'lishi uchun boshqa bo'laklar ham ishtirok etadi. Ular ikkinchi darajali bo'laklardir. Ya'ni bu joyda sportchilar tayyorlandilar, bu bosh bo'lak. Qolgan so'zlar esa, masalan, musobaqaga puxta, bu ikkinchi darajali bo'lakdagi, ya'ni gapni to'ldirib keluvchi so'zlar. Ikkinchi darajali bo'laklar bosh bo'laklar bilan bog'lanib, gapning mazmunini to'ldiradi. Ikkinchi darajali bo'laklar ham gapda ma'lum bir so'roqqa javob bo'ladi. Masalan, bosh bo'laklar kim nima qildi, nima qilyapti so'roqlarga javob bo'lsa, qolgan ikkinchi darajali bo'laklarning ham o'zining savollari bor. Masalan, ikkinchi darajali bo'laklar qanday sportchilar? Bu yerda yosh so'ziga qanday savol berilyapti? Yosh sportchilar nimaga tayyorlandilar? Musobaqaga. Bu joyda musobaqaga, bu ham ikkinchi darajali, ya'ni gapni to'ldirib keluvchi so'z hisoblanadi. 29-mashq. Maqollarni davom ettiring. Ularni yod oling. Mehribonlik eng katta. Davom ettiramiz. Kamtarlik hammaga. Davom ettiramiz. Qaysarlik bu zaif aqlning. Davom ettiramiz. Ilmli o'zar ilmsiz uni ham. Va mana shu 5 ta so'zni davom ettirib yozib, maqolni yozib qo'yamiz va yod olamiz. Uyga vazifa. 29-mashq. Mehribonlik eng katta odob. Kamtarlik hammaga kerak. Qaysarlik bu zaif aqlning ishi. Ilmli o'zar, ilmsiz to'zar. Har qush o'z uyasiga qarab tashiydi. Mana sizga mana shu 5 ta gapni albatta uyga vazifa qilib yozib qo'ying. 33-mashq. O'qing, ajratib ko'rsatilgan so'zlarga savol bering. Ular gapning qaysi bo'lagi bo'lib kelayotganini aniqlang. Ya'ni mana bu joyda she'r. Ustozlarga qo'yib ixlos, orzularni qilib asos, peshonadan to'kamiz dur, ko'zimizdan to'kamiz nur. O'rganamiz, o'rgatamiz, ishda o'zni ko'rsatamiz. Bu joyda so'z ustozlarga, kimga qo'yib, ustozga qo'yib, bosh bo'lak, ustoz egasi qo'yib kesin, qolgan so'zlar esa to'ldirib kelayotgan so'zlar ikkinchi darajali. Peshonadan bu ikkinchi darajali bo'lak. Qayerdan, ko'zimizdan, qayerdan, o'zni, kimni, kim so'rog'iga bu joyda o'zni bu bosh bo'lak bo'lib kelmoqda. Mana shu qora harflar bilan yozilgan so'zlarni biz gap tuzib mashqni bajarib qo'yamiz. Ya'ni ustozlarga ming rahmat desak bo'ladi. Peshonadan oqqan ter orqali biz bolalarga o'rgatamiz. Ko'zimizdan nur ketsa ham ularga bilim beramiz degan gaplar bilan mashqni to'ldirib qo'ying.